Farzandingizni sehrgarlik maktablariga yuborgan bo'larmidingiz? Bu dunyodagi eng noodatiy maktablar seriyamizning 4-qismi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Grey School of Wizardry deb nomlangan sehrgarlik maktablari mavjud. U yerda bolalar o'zlarini xuddi Harry Potter kinosidek his qilishadi va ularni ham xuddi kinodek guruhlarga bo'lishadi. Sehrgarlik nomi ostida aslida ularga ilm-fan, astronomiya, o'simlikshunoslik, tabiatshunoslik, etika, falsafa kabi real fanlar qiziqarli uslubda noodatiy metodlar bilan o'rgatiladi. Bu ta'lim asosan onlayn bo'lib, dunyoning istalgan qismidan turib o'qish mumkin. Offline maktablarining formasida esa hattoki mantiya ham mavjud. Bu maktabda har bir fan xuddiki bir qiziqarli sarguzasht kabi o'rgatiladi. Yulduzlar ichiga sayohat qilishadi, ularni sehrini o'rganishadi. Bu esa aslida astronomiya. O'simliklardan damlama tayyorlash sirlari orqali esa aslida bolajonlarga herbalism, ya'ni tabobat o'rgatiladi. Maktab shiori esa Magic is just science that we don't yet understand. Ya'ni sehr bu biz hali tushunib yetmagan ilm-fandir deb ataladi. Ta'lim yo'nalishidagi qiziqarli ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.